Kelin kuyov turmush qurganlarning birinchi kunida eshikni hech kimga ochmaslikka qaror qilishibdi. Birinchi bo'lib kuyovning ota-onasi yosh oilani ko'rishga keldi. Kelin kuyov bir-biriga qaradi. Kuyov eshikni ochishni istadi, lekin qarorlari tufayli shashtidan qaytdi. Shunday qilib ota-ona ko'p kutmay qaytib ketishdi. O'sha kuni biroz vaqtdan keyin kelinning oilasi kirib keldi. Kelin kuyov bir-biriga termuldi. Kelin esa ko'zida yosh bilan bunday qila olmayman deb eshikni ochdi. Kuyov bo'lsa hech narsa demadi. Yillar o'tib xotin birin-ketin 4 o'g'il ko'rishdi. Keyin esa 5-inchisiga qiz farzand dunyoga keldi. Ota yangi tug'ilgan chaqaloq uchun katta tantana o'tkazishni istadi va hamma tanishlarini ziyofatga taklif qildi. Shu vaqt xotini eridan nima uchun 4 o'g'liga bunday tantana o'tkazmay, qiz farzandiga bunday qilganini so'radi. O'ychan nigoh bilan shunday javob berdi: chunki qizim menga eshikni ochadi, menga eshikni